O'zbekistonda yangi yil qanday o'tiladi? Keling buni 15 soniyada aytaman. Biz uni yiliga 2 marta nishonlaymiz. 1-yanvar va mart oyidagi Navro'zda. Uylarimizda dasturxon to'kin, palov, somsa, salatlar, shirinliklar va albatta mandarinlar. Ko'chalar chiroqlar bilan uyg'onadi. Maydonlarda archa, konsertlar va minglab odamlar qiyqiriq bilan yangi yilni kutib oladi. Oilalarda sovg'alar, bolalar esa Qorbobo va Qorqizdan mo'jiza kutadi. Ular maktub yozadi va orzulariga ishona boshlaydi. O'zbekistonda yangi yil bu an'ana, yorug'lik, oila va yaxshiroq kelajakka umid. Siz bilan birga Zamira Alimova va Realting TV bo'ldi. To'liq maqolani Realting.uzda o'qing. Bu yerda har kuni ko'chmas mulk bo'yicha yangiliklar, tahlillar va butun mamlakat bo'yicha 30 mingdan ortiq dolzarb e'lonlar mavjud. Mobil ilovani App Store va Google Play dan yuklab oling. Ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling. Bir qadam oldinda yuring. O'zbekistonda yangi yil qanday o'tiladi? Keling buni 15 soniyada aytaman. Biz uni yiliga 2 marta nishonlaymiz. 1-yanvar va mart oyidagi Navro'zda. Uylarimizda dasturxon to'kin, palov, somsa, salatlar, shirinliklar va albatta mandarinlar. Ko'chalar chiroqlar bilan uyg'onadi. Maydonlarda archa, konsertlar va minglab odamlar qiyqiriq bilan yangi yilni kutib oladi. Oilalarda sovg'alar, bolalar esa Qorbobo va Qorqizdan mo'jiza kutadi. Ular maktub yozadi va orzulariga ishona boshlaydi. O'zbekistonda yangi yil bu an'ana, yorug'lik, oila va yaxshiroq kelajakka umid. Siz bilan birga Zamira Alimova va Realting TV bo'ldi. To'liq maqolani Realting.uzda o'qing. Bu yerda har kuni ko'chmas mulk bo'yicha yangiliklar, tahlillar va butun mamlakat bo'yicha 30 mingdan ortiq dolzarb e'lonlar mavjud. Mobil ilovani App Store va Google Play dan yuklab oling. Ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling. Bir qadam oldinda yuring.